Assalomu alaykum. Penoblog O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, 2025-yil 1-may holatida penoblog narxlari sifati bilan tanishtirib o'tamiz, razmerlari bilan. 20-30-60 razmerda, qattiqliklari o'ta qattiq holatda. Ovozga baho beramiz. Tayyor quriganlari bor, do'stlar, 5 mingta, 6 mingta bor. Bemalol kelasizlar, ko'rasizlar. Ma'qul kelsa olib ketaverasizlar. 12,5 ming so'm joyida yuklab beramiz. Qashqadaryo muborak tomon. Qattiq qo'l umuman botmaydi, hamma qo'l deb ko'rsating deydi. Qo'l botish imkonsiz, mana tagigacha ko'rishingiz mumkin, qurib ketgan. Hamma g'ishimiz shunday, bu tomonlarni ham ko'rsataveramiz. Hammasi bir xil. Hammasi qattiq, tagigacha quruq g'ishlarimiz. Qattig'ini qidirayotganlar, mix samarada ushlaydimi deyotganlar, to'g'ri mixda ushlamaydi, lekin samarada bittaga bitta ushlaydi. Kelib, ko'rib, xotirib qolaverasizlar. Hammasi bu tomonlarni ham aylantirib ko'rsataveramiz. Zo'r holatda g'ishimiz. Uchaylari o'ta ideal holatda, qo'lda kesadigan lezvadagi. Hammasi zo'r. Ko'rsatib bittasi ham nuqson yo'q g'ishlarimizda. Bitta ham nuqsonli burchagi singan va boshqasi yo'q. Borguncha 1,5 burchagi sinishi mumkin. Bu yerda turgan holida yuklagunimizcha yo'q. Birag'ish umuman yo'q bizda. Hammasi zo'r bo'ladi. Mana bu tomonda 40lik mana bu 40ligi. 40 ga 19,5 Buni narxi 6 ming so'm. Bu ham qattiq, qo'l umuman botmaydi. Xohlagancha qo'lni botirib ko'rasiz. Mush bilan ursa mushtingizni qoladi faqat. Mushtingizni qoladi. Qo'l botmaydi bunga umuman. Qattiq narsa bu. Bu tomonda yangi chiqqan g'ishlarimiz. Ertadan boshlab 16 minglik g'ishni zakasga chiqarib beryapmiz. 500 ta zakasimiz bor. Bir qorganga 3 ta g'ishga 6 kilo sement qo'shib, zo'r qilib uni ham videosini chiqaramiz. Mana hozir yangi chiqqan g'ishni ham ko'rsatamiz. Yangi chiqqanni bitta ko'rsataylik. Qo'l botmasligiga mana bular hozir yangi chiqqan. Qo'l umuman botmaydi, qolipdan yangi chiqqan. Ovozga baho beramiz buni ham. Ovozni eshityapsizmi? Qattiq g'ishdan shunday ovoz chiqadi. Qashqadaryo muborak tumanida 12,5 ming yuklab berilayotgan g'ishlarimiz shu. Ertaga 16 minglik g'ishlarni ham obzor qilamiz. Qattiq hammasi bular. Qancha vaqtda quriyapti deyotganlar uchun 4 kun oldin qo'yilgan g'ishimiz qurib qolgan. Issiq yaxshi bo'lyapti. 4 kun bo'lgan bu g'isht qo'yilgan. Qo'l umuman botmaydi. 4 kun bo'lgan. Mana bu tomoni hammasi 4 kunda qurib qolgan. Ko'rishingiz mumkin. Kimda-kim shu penoblokdan uy quraman deyotgan bo'lsa, sifatli penoblok qidirib yurgan bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Qashqadaryo muborak tumani 12,5 ming so'm joyida yuklab berilyapti. Zakasga qarab ertadan 16 minglik g'ishlarimiz chiqadi. Uni ham videosini chiqaramiz, 16 minglik g'ishimizni ham. Xullas, like'larni bosamiz, kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar, telefon qilinglar, nomerimiz turadi. Xitoy Hind parashyutiga chiqyapti. Xitoy Hind parashyutlarini ham yetkazib beryapmiz. Like'larni bosamiz do'stlar.